Qoch. Tog'alar kelyapti, qoch. Mashinaga kelmay o'zbek nomeri ekan. Men Tinchlikmi akalar? ketdik. Aytgan pulingizni beramiz aka. Haydang. Tog'alar kelyapti. Ha akalar, tinchlikmi? Kimdan qochyapsizlar? Tog'alardan qochyapmiz aka. Dokumentimiz yo'q. Rossiya hududida qonuniy ravishda ham o'qib, ham ishlasanglar bo'ladi. Mana qilib tog'alardan qochib yurgandan ko'ra qonuniy ravishda yursanglar bo'lmaydimi aka? Rossiya davlat oliygohlarida student bo'lasizlar, ana studentskiy bilan sizlar qonuniy ravishda ham o'qib, ham ishlab yursanglar bo'ladi. Yo'li bor ekanda shular. Albatta yo'li to'g'ri bor. bir yo'l ko'rsatib yo telefon nomeri berasizmi? Qayerga murojaat qilsak bo'ladi? Qolaversa sizlar Rossiya hududida o'qish davomida RVPO, Vitnejist, hatto Rossiya davlat fuqaroligiga qabul qilinsanglar bo'ladi aka. Buning uchun sizlar Akan konsaltingga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat uchun raqamlar +7 kodi bilan 39 187 39 69 raqamlariga WhatsApp tarmoqlari orqali murojaat qilishingiz